Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot ayniqsa qariyalar, pensionerlar, ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar va bank, pensiya, notarius, shifoxona kabi joylarda hujjat ko'rsatadigan har bir inson uchun juda muhim. Chunki hukumat pasport va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq tartiblarda o'zgarishlarni qabul qildi. Va bu o'zgarishlarni bilmaslik odamni navbatda sarson qilishi, pensiya yoki bank amaliyotida muammo tug'dirishi, hatto safar oldidan reja buzilishiga olib kelishi mumkin. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kim shoshilishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qariyalar nimalarga alohida e'tibor berishi kerak? Qanday hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'p oilalarda katta muammoning oldini oladi. Avval ko'pchilikda odatiy biometrik pasport bor edi. Odamlar uni asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatib kelishdi. Bankka borganda, pensiya olganda, notariusda uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirganda, shifoxonaga murojaat qilganda, sim karta olganda, davlat xizmatlarida ariza topshirganda pasport ko'rsatildi. Ayniqsa keksa yoshdagi odamlar uchun pasport deganda yagona va doimiy hujjat tushunilardi. Keyingi yillarda esa ID karta tizimi joriy etildi. Ya'ni ichki foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida plastik ID karta berila boshlandi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik adashyapti. Menda eski pasport bor. U bilan hammasini qilsam bo'ladimi? ID karta olmasam bo'ladimi? Qariyalar uchun majburiymi? Pasportim muddati tugamagan, lekin familiyam o'zgargan, nima qilaman? Nogironligi bor odam yoki yotib qolgan qariya qanday almashtiradi? Degan savollar juda ko'p. Hukumat qabul qilgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi shuki, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar tartibi aniqroq bo'lsin. ID kartaga o'tish jarayoni tartibli kechsin. Fuqarolar davlat xizmatlaridan tezroq foydalansin. Ma'lumotlar yagona elektron tizimlarda to'g'ri ko'rinsin. Lekin amalda bu jarayonda odamlar, ayniqsa qariyalar eng ko'p qiynaladigan qatlam bo'lib qoladi. Sababi ular internetdan kam foydalanadi, navbat olishni bilmasligi mumkin. Hujjatlardagi bitta harf xatosi ham pensiya yoki bank ishida to'siq bo'lishi mumkin. Avval ko'p amaliyotlarda eski turdagi biometrik pasport yetarli edi. Agar pasportning muddati tugamagan bo'lsa, ko'pchilik uni oxirgi kunigacha ishlataman deb yurardi. Davlat idoralarida ham, banklarda ham, boshqa tashkilotlarda ham pasport asosiy hujjat sifatida qabul qilinardi. Odamning doimiy yashash manzili, ro'yxatdan o'tgan joyi, oilaviy holati kabi ma'lumotlar ko'pincha pasportdagi yozuvlar orqali tekshirilardi. Endi tizim bosqichma-bosqich ID kartaga tayanyapti. ID karta ichida elektron chip bo'ladi. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari elektron shaklda saqlanadi. Bu narsa nazariy jihatdan odamga qulay. Pasport kitobcha ko'rinishida emas, plastik karta ko'rinishida. Olib yurish oson, eskirish kamroq. Elektron xizmatlarga ulash osonroq. Lekin birinchi o'tish davrida muammolar chiqadi. Ayrim tashkilot xodimlari tartibni har xil tushuntiradi. Ayrim odamlarning eski pasportidagi ma'lumotlari elektron bazadagi ma'lumotlarga mos kelmaydi. Ayrim qariyalarda tug'ilgan sana, ism sharif yoki manzil bo'yicha eski yozuvlar boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, 52 yoshli otaxonning eski pasportida ismi Abdulla deb yozilgan. Lekin tug'ilganlik haqidagi guvohnomada Abdulla bo'lishi mumkin. Yoki rus tilidagi eski hujjatlarda familiya boshqacha transliteratsiya qilingan, yangi elektron tizimda esa lotin yozuvida boshqa ko'rinadi. Bu mayda narsadek tuyuladi. Lekin bankda omonat yetishda, meros ishida, uy-joy oldi sottisida, pensiya hujjatlarida katta muammo tug'diradi. Shuning uchun o'zgarish faqat pasportni kartaga almashtirish emas. Bu aslida shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'rilash va kelajakdagi huquqiy ishlaringizni xavfsiz qilish jarayonidir. Birinchi navbatda pasport muddati tugagan yoki yaqin oylar ichida tugaydigan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Agar hujjat muddati tugasa, siz oddiy amaliyotlarda ham qiynalishingiz mumkin. Bank kartangizni yangilash, pensiya kartangiz bo'yicha ariza berish, notariusga borish, davlat xizmatidan foydalanish, hatto ayrim joylarda shartnoma tuzish muammoga aylanadi. Qariya odam, men hech qayerga bormayman, menga baribir deb o'ylashi mumkin. Lekin hayotda kutilmagan vaziyatlar ko'p. Davolanishga yo'llanma kerak bo'ladi.
Farzand uyini rasmiylashtirishda ishtirok etadi. Meros hujjati chiqadi. Bankdan pul olish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa hujjatida xato bo'lganlar. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil, jins. Fuqarolik ma'lumotlaridagi xatolarni mayli shunday yuraversin deb qoldirmaslik kerak. Ayniqsa qariyalarda eski Sovet davridagi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, pensiya hujjatlari bir-biriga mos kelmasligi ko'p uchraydi. Yangi hujjat olayotganda shu moslik tekshiriladi. Uchinchi toifa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. ID karta ichki hujjat sifatida kerak bo'lsa, xorijga chiqish uchun alohida pasport kerak. Masalan, 68 yoshli ayol farzandining oldiga Rossiya, Turkiya yoki Koreyaga bormoqchi. U menda ID karta bor, shuning o'zi yetadi deb o'ylasa xato qiladi. Chegaradan o'tish, aviachipta olish, viza yoki migratsiya jarayonlari uchun xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Aksincha, menda chet el pasporti bor, ichkarida ID karta kerak emas deb o'ylash ham ayrim holatlarda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki kundalik davlat xizmatlarida ID karta asosiy hujjat sifatida so'raladi. To'rtinchi toifa yotib qolgan, nogironligi bor, mustaqil yurishi qiyin bo'lgan qariyalar. Bunday insonlar uchun hujjat masalasi yanada oldindan rejalashtirilishi kerak. Chunki ularni idoraga olib borish, navbatda kutish, ariza to'ldirish, suratga tushish oson emas. Farzandlar buni oxirgi kunga qoldirmasligi kerak. Agar ota yoki onaning hujjati muddati tugab qolsa, keyin u kishining pensiyasini olish, tibbiy xizmatdan foydalanish yoki notarial ishonchnoma rasmiylashtirishda qiyinchilik chiqadi. Birinchi misol. 55 yoshli onaxonning pasport muddati 2 oy oldin tugagan. U kishi har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Bank kartasining muddati ham tugab, yangisini olish kerak bo'ladi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'raydi. Pasport muddati tugagani uchun ariza qabul qilish cho'ziladi. Natijada onaxon bir necha kun yoki hafta pulini ishlata olmay qolishi mumkin. Agar farzandlar 3 oy oldin hujjat muddatini tekshirib, ID kartaga ariza berganida muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. 7 yoshli otaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusda hujjatlar tekshirilganda eski pasportdagi familiya bilan kadastr hujjatidagi familiya bir harfga farq qiladi. Oldin bunga hech kim e'tibor bermagan. Endi esa notarius ma'lumotlarni aniqlashtiring deydi. Otaxon bir idoradan ikkinchisiga qatnaydi. Agar ID karta olish jarayonida barcha hujjatlar solishtirilib, xato oldindan tuzatilganida hadya shartnomasi tezroq rasmiylashardi. Uchinchi misol, 6 yoshli ayol chet eldagi qizining oldiga borish uchun chipta oladi. U eski ichki pasportim bor deb yuradi, lekin xorijga chiqish pasportining muddati tugaganini sezmaydi. Safarga 10 kun qolganda bilib qoladi. Shoshilinch rasmiylashtirish, navbat to'lovlar, hujjat tekshiruvi stressga aylanadi. Ba'zan chipta sanasini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu esa qo'shimcha xarajat. Shuning uchun safar rejalashtirilayotgan bo'lsa, hujjatlarni kamida 2-3 oy oldin tekshirish kerak. To'rtinchi misol, 80 yoshli yotib qolgan otaning hujjati eski. Farzandlari esa uning nomidagi bank omonatini rasmiy masalada hal qilmoqchi. Ishonchnoma kerak bo'ladi. Notarius otaning shaxsini tasdiqlovchi amaldagi hujjatni so'raydi. Agar hujjat muddati tugagan yoki ma'lumotlar mos emas bo'lsa, ish to'xtaydi. Bunday vaziyatlarda oldindan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli mas'ul idoradan uyga chiqish tartibi bor yo'qligini aniqlash zarur. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasport muddati joyida bo'lsa, davlat xizmatlari va banklarda muammo bo'lmayotgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Men har bir oilaga bitta oddiy qoida tavsiya qilaman. Uyda ota-ona, buvi-buva, nogironligi bor qarindoshlarning hujjat muddati yozilgan kichik ro'yxat tuzing. ID karta, xorijga chiqish pasporti, haydovchilik guvohnomasi, pensiya kartasi. Bank kartasi muddatlarini alohida yozib qo'ying. Agar eski biometrik pasportingizning muddati hali tugamagan bo'lsa, u qaysi holatlarda qabul qilinishi, qaysi muddatgacha foydalanilishi mumkinligini hududingizdagi rasmiy idoradan aniqlang. Chunki ayrim tartiblar bosqichma-bosqich joriy qilinadi, ayrim xizmatlarda eski hujjat vaqtincha qabul qilinadi. Ayrim amaliyotlarda esa ID karta talab qilinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan tekshirish, mish bilan qaror qilmaslik, eng katta nozik joylardan biri ro'yxatdan o'tgan manzil masalasi. Ko'p qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa farzandning uyida yashaydi.
hujjat almashtirishda, pensiya yoki tibbiy xizmatlarda manzil muhim bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qayerda ro'yxatda turishingiz, qaysi mahallaga biriktirilganingiz, qaysi poliklinikada hisobda ekaningizni aniqlab qo'ying. Agar qariya boshqa viloyatda farzandlari bilan yashayotgan bo'lsa, hujjat ishlarini qaysi hududda qilish mumkinligini oldindan so'rash kerak. Ikkinchi, nozik joy, vakillik va ishonchnoma masalasi. Farzand otamning o'rniga men borib hammasini qilaman deb o'ylashi mumkin. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olishda ko'pincha fuqaroning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumotlar topshirishi, suratga tushish talab qilinadi. Ayrim alohida holatlarda vakil orqali murojaat qilish, uyga borib xizmat ko'rsatish yoki maxsus tartib bo'lishi mumkin, lekin buni oldindan tasdiqlash kerak. Qo'shnim shunday qilibdi degan gap rasmiy asos emas. 3-nozik joy to'lovlar. Hujjat rasmiylashtirishda davlat boji yoki yig'imlar bo'lishi mumkin. Ba'zi toifalarga imtiyozlar bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, nogironligi bor shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar, ayrim yoshdagi fuqarolar bo'yicha alohida tartiblar uchrashi mumkin. Lekin imtiyoz bor yo'qligini aniq bilmay turib pul olib bormaslik noto'g'ri. Qariyani idoraga olib borib, keyin to'lov qilish kerak ekan deb qaytish odamni charchatadi. Oldindan telefon orqali, rasmiy sayt orqali yoki davlat xizmatlari markazidan so'rab oling. 4-nozik joy hujjatlaridagi eski yozuvlar, lotin va kiril yozuvi, ruscha transliteratsiya, nikohdan oldingi familiya, otasining ismidagi o'g'li yoki qizi yozuvlari, tug'ilgan joyning eski nomi va yangi nomi kabi masalalar e'tibor talab qiladi. Ayniqsa meros, mulk, bank omonati, pensiya hujjatlari bilan bog'liq ishlarda bular katta ahamiyatga ega. Agar yangi ID karta olayotganda ma'lumotlar noto'g'ri kiritilsa, keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. Shuning uchun ariza topshirish paytida har bir harfni diqqat bilan tekshiring. 5-nozik joy firibgarlik xavfi. O'zgarish bo'ldi degan xabar chiqqanda, ayrim nopok odamlar pasportingizni tez almashtirib beraman, navbatsiz qilib beraman, jarima tushmasligi uchun pul bering, telefoningizga kod keldi, ayting deb qariyalarni aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, shaxsiy ma'lumotlaringizni, SMS kodlarini, bank kartasi raqamlarini, pasport nusxasini begona odamlarga bermang. Hujjat ishlarini faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki qonuniy vakil orqali qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, uyda mavjud barcha hujjatlarni stolga qo'ying. Qariyaning eski pasporti ID kartasi bo'lsa ID kartasi, xorijga chiqish pasporti, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, kadastr hujjatlari, bank kartalari muddatlarini ko'rib chiqing. Har bir hujjatdagi ism, familiya va tug'ilgan sanani solishtiring. Ikkinchi qadam, hujjat muddatini tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga 6 oy yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, men kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Ayniqsa qariyalar uchun 6 oy juda yaxshi zaxira muddat. Chunki bugun vaqt bor, ertaga sog'liq yomonlashishi mumkin. Farzand ish bilan band bo'lishi mumkin. Navbat cho'zilishi mumkin. 3-qadam, rasmiy murojaat joyini aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, ichki ishlar tizimidagi tegishli bo'linmalar yoki davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi tartib ishlayotganini aniq bilish uchun yaqin davlat xizmatlari markaziga boring yoki rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Agar onlayn navbat olish imkoniyati bo'lsa, farzandlar qariyaga yordam berib, oldindan navbat olib qo'ysin. 4-qadam, kerakli hujjatlar ro'yxatini yozib oling. Odatda amaldagi eski hujjat, ariza, to'lov tasdig'i, ayrim holatlarda tug'ilganlik yoki nikoh guvohnomasi, manzil bilan bog'liq ma'lumot. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda bir xil emas. Masalan, oddiy almashtirish boshqa, yo'qotib qo'yilgan hujjatni tiklash boshqa, familiya o'zgargan holat boshqa, xato tuzatish boshqa, yotib qolgan qariya bo'yicha tartib boshqa. Shuning uchun ro'yxatni aynan o'zingizning holatingizga mos qilib oling. 5-qadam, ariza topshirayotganda ma'lumotlarni tekshiring. Xodim kompyuterga kiritgan ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil kabi ma'lumotlarni shoshilmasdan o'qing. Qariyalar ko'pincha mayli bolam o'zing bilasan deb imzo qo'yib yuboradi. Men buni tavsiya qilmayman. Farzand yonida bo'lsa, u ham tekshirsin. Bitta harf xatosi keyinchalik meros, bank, mulk,
pensiya masalalarida o'rtacha yugurga sabab bo'ladi. 6-qadam tayyor hujjatni olgach, darhol tekshiring. Hujjatni cho'ntakka solib ketmang. O'sha joyning o'zida ism sharif, sana, rasm, hujjat raqami, amal qilish muddati to'g'ri ekanini ko'ring. Agar xato bo'lsa darhol ayting. Keyin uyga borib bilsangiz qayta murojaat qilishga to'g'ri keladi. 7-qadam. Hujjat nusxalarini tartibli saqlang. Men pasport yoki ID kartaning asl nusxasini begonalarga berishni tavsiya qilmayman, lekin oilaviy papkada hujjatlarning oddiy nusxasi, muddatlari yozilgan varaq, kerakli telefon raqamlari bo'lishi foydali. Qariyaning farzandlari boshqa shaharda yashasa, ular ham hujjat muddati haqida bilib tursin. Lekin foto va skaner nusxalarini internetda begona guruhlarga, tanish bo'lmagan odamlarga yubormang. 8-qadam. Agar qariya yura olmasa, oldindan maxsus tartibni so'rang. Uyga kelib rasmga tushirish mumkinmi? Nogironligi bor shaxs uchun qanday yengillik bor? Vakil orqali ariza berish mumkinmi? Tibbiy ma'lumotnoma kerakmi? degan savollarni yozib oling va rasmiy idoradan javob oling. Bunday holatda mahalla ijtimoiy xodim, poliklinika, davlat xizmatlari markazi va migratsiya bo'limi o'rtasida muvofiqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Aziz qariyalar, men sizlardan iltimos qilaman, hujjatni faqat sandiqda saqlab qo'yish yetarli emas. Uning muddati, yozuvlari, kerak bo'lganda qayerga murojaat qilishni bilish ham muhim. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingiz yoki ishonchli yaqiningizdan hujjatdagi sanalarni o'qib berishini so'rang. Men davlat ishlarini tushunmayman deb chekinmang. Bu sizning huquqingiz, sizning pensiyangiz, sizning mulkingiz, sizning shaxsingizga tegishli masala. Farzandlarga esa alohida gapim bor. Ota-onangizning hujjatini oxirgi kunga qoldirmang. Ular sizdan so'ramasligi mumkin. Uyat qilish mumkin, kerakmas deyishi mumkin. Lekin muammo chiqqanda aynan siz yugurasiz. Shuning uchun bugunoq ota-onangizning pasporti yoki ID kartasini ko'rib chiqing. Muddatini yozib oling, agar xato bo'lsa, tuzatish yo'lini boshlang. Xulosa shuki, pasport va ID karta bo'yicha o'zgarishlar oddiy qog'ozbozlik emas. Bu har bir fuqaroning bank, pensiya, mulk, meros, tibbiyot, safar va davlat xizmatlari bilan bog'liq kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Ayniqsa qariyalar tayyor turishi kerak. Hujjat muddatini tekshirish, ma'lumotlarni solishtirish. Zarur bo'lsa ID karta yoki xorijga chiqish pasportini vaqtida rasmiylashtirish, xatolarni oldindan tuzatish kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pasport yoki ID karta almashtirishda qanday muammoga duch keldingiz? Qaysi hududda jarayon oson yoki qiyin kechdi? Boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvi-buvasi bor yaqinlaringizga albatta yuboring. Chunki bitta vaqtda tekshirilgan hujjat ertangi katta muammoning oldini oladi.